go'zal manzaralardan biridamiz. Bangkokning eng markazi. Bangkok. Juda chiroyli. Assalomu alaykum. Malayziya poytaxti Kuala Lumpur aeroporti. Assalomu alaykum hammaga. Kuala Lumpurdan, Malayziya poytaxtidan markazida biz AI, sun'iy intellekt, raqamlashtirish, IT sohasida tajribalarni o'rganish va mamlakatni bugungi kunda sun'iy intellektni qanday qilib hukumat tizimiga joriy qilganini o'rganish uchun kelganmiz. Xudo xolasa yaxshi natijalar bilan, tajribalar bilan mamlakatimizga qaytamiz. Xayrli kech. Tungi Kuala Lumpur markazdan. Endi markaz asosan mana shu markaz. Lekin bu o'sha mikrorayon, ya'ni Toshkent ichidagi Toshkent deydi, shunaqa joy. Xayrli kech o'rtoqlar. Malayziya poytaxti Kuala Lumpurda biz. Ajoyib havo, odatdagidek o'sha namlik yuqori, nafas olish qiyinroq, lekin odamlar yashayapti. Xo'las, bu shahar Osiyo mamlakatlari ichida o'sha o'zini Silicon vodiysi, ya'ni o'sha Amerikadagi eng mashhur gigant kompaniyalarni o'ziga jamlagan ikkinchi bir yirik shunaqa shaharlardan biri hisoblanadi Kuala Lumpur. O'sha Google deylik, Meta'ni deylik, hamma o'sha yirik kompaniyalarni mana shu yerda shtab kvartiralari bor va bu mamlakat IT sohasida Yaponiyadan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Va o'rganadigan tajribali narsalarimiz juda ham ko'p. Xo'p, xayrli kech hammaga. Malayziya poytaxti Kuala Lumpurda biz. Havo juda ham ajoyib. 11 atrofida. Lekin shahar qaynayapti. Qaynayapti qanday? Shahar markazi ko'proq qaynar ekan. Shahar chetlari, ovqatlanish shoxobchalaridan tashqari deyarli ko'p magazin, do'konlar yopilar ekan. Mana shu egizak binolar Single Malaysia hisoblanadi. Faqat u soat 11 dan keyin o'chirib qo'yar ekan bu binoni, ming afsuslar bo'lsin. Yonida Public Bank shaharning qoq markazi hisoblanadi shu yer. Kстати, bu yerda juda ko'p arablar juda ko'p ekan. Dam oluvchi arablar juda ko'p. Shahar kafta. Pastda unda shamol yo'q. Lekin biz 35-qavatda. Endi qavat shunday, lekin binoni balandligi qanchalik hali uni keyin ko'ramiz, lekin juda baland binolar biz. Tepada mana shunaqa shabada. Shamol. Mana shahar markazi. Xayrli oqshom hammaga. Assalomu alaykum. Kuala Lumpurda biz, Malayziya poytaxtida, markazga yaqin. Mana bu asosiy Single Malaysia hisoblanadi. Sababi egizak binolar Petronas deb ataladi. Hozir turgan yerimiz shahar markazidan 2-3 kilometr uzoqlikda joylashgan Infinity жилой kompleks apartament. Juda ham zo'r. Mana 35-qavatda mana shunaqa basseyn, shahar kafta chiroyli, juda ham oz-ko'z qolmagan. Xullas, juda go'zal. Eng qizig'i apartamentni arzonga Bookingdan yoki o'shanga Trip.com orqali bron qilsa bo'ladi. Faqat nima deydi, nüanslari bor o'ziga yarasha. Malayziya Osiyo mamlakatlarida eng ko'p turistik yo'nalishdagi Kuala Lumpur markaz hisoblanadi. Sababi osmono'par binolari juda ko'p. Umuman Osiyo mamlakatlari mana shunaqa. Minorasi, bu biznes sentri
Petrons. Odatda Malayziyaga keladigan sayyohlar ko'proq apartamentlardan, mehmonxonalardan ko'ra apartamentlarni bron qilishga harakat qiladi, lekin bitta tarafi bor. Malayziyada shunaqa aynan Booking yoki Trip.com shunga o'xshagan platformalar orqali bron qiladigan bo'lsangiz, bittasi tarafi bor. Bu yoqda o'sha turistik nalog juda ham baland hisoblanadi, soliqlar. Ya'ni turist soliqlari bor har bir mamlakatda. Bu Malayziyada shu juda ham qimmat hisoblanadi. Masalan, $25 ko'rsatsa, oxirida siz to'lovga kelganingizda mana shu maxinatsiyasi bor. $25 emas, balki $40 yoki $35, umuman $50 gacha ham to'lash oxirida mana shunaqa sabablar kelib chiqadi. Xullas, Malayziyada nimada biz Malayziyada IT axborot texnologiyalari, AI sohasini rivojlantirish va bu naqadar Malayziyada kuchli ekanligini o'rganish maqsadida Kuala Lumpurda biz juda ham qisqa 3 kunlik safarimiz davomida Microsoft, Google kompaniyalarini faoliyatlari va bugungi kunda Malayziyaga qanchalik ko'p sarmoya kiritganini haqida o'rgandik va Malayziya hukumati bugun hukumatida butun boshli yangi bir big data centerni faoliyatini olib borgan. Assalomu alaykum. Xayrli tong hammaga. Ertalab soat 7. Go'zal apartamentda biz va yana shu doimiy lokatsiyamiz. 35-qavat. Mana shu yerda ham lekin qanaqa chiroyli narsalar ekib qo'yishgan. Hamma yashillik tepada. Va shahar uyg'ondi. New York mas. Juda ajoyib. Bu networking zona. Mana go'zallik. Ajoyib manzara. Xo'p, assalomu alaykum. Bu Kuala Lumpurdagi apartament binomiz. Kiraladi. Apartament xona. Telefon bor, холодильник, hamma idishlar bor bu yoqda. Idishlar, o'sha kerakli hamma narsalar bor. Dars stoli, shkaf, fen, o'chuk, televizor, o'rtoq joy keng. Oyna bemalol. Eng qizig'i mana sanoatga kirganda oyna, dush, mana dush kabina, и keyin shu kabinadan сразу balkonga chiqib ketiladi. Mana havo bulutli bo'lib turibdi. Mana shunaqa. Zo'r qilingan o'sha aynan Malayziya. Kuala Lumpur. Assalomu alaykum hammaga. Kuala Lumpurda ajoyib va g'aroyib hamma. Xayrli kun, assalomu alaykum. Petrons binosini qoq markazidagi muzey va targ'ib centerdamiz. Orqamdagi juda ajoyib. O'sha Kuala Lumpur eng mashhur markazlaridan. Malayziya poytaxti Kuala Lumpur. KLCC to'g'ri aytmadimmi? Markazda biz xullas Kuala Lumpur City Centerda biz. Butun dunyoda top 20 talikka kirishga harakat qilayotgan AI bo'yicha sanoatini rivojlantirayotgan Kuala Lumpur, Malayziya. Malayziya osmon bar binolar
go'zallik. Malayziyada o'zbekistonliklar juda ko'p ta'lim olishadi. Shahar markazidaman. Mana bu bino juda ajoyib. Bundan ko'ra bu yoqdi menga. Sababi butun bino yam-yashil qilingan. Hali yomon o'tishib beryapti anoni. Malayziyada keyin juda ko'p millatlilar juda ko'p ekan. Masalan, Malay millati, Xitoy, Vyetnam, xolos hamma ko'zi piskalama ishda. Har xil. Bitdan keyin bo'ldi. Xayrli oqshom. Malayziya, Kuala Lumpur. Orqamdagi bino Malayziya hukumati, Malayziya davlati oldin o'sha Buyuk Britaniyani mustamlakasi bo'lgan. Mana shu bino Britaniya hukumatining qarorgohi bo'lgan. Sulton Abdul kimdirga tegishli bo'lgan. Hozirda bu yoqda Malayziya hukumati vazirliklari o'tiradi. Ma'lum bir qismiga kirsa bo'ladi, muzey sifatida foydalansa ham bo'ladi. Bu yer yam-yashil joy, bu mustaqillik maydoni hisoblanadi bular. Mustaqillik maydoni. Juda ajoyib, juda chiroyli. Binoning hovli qismi albatta britancha uslub. Shitdan shular rol o'ynagan. Lekin Malayziya mana qaranglar, shu darajada restavratsiya bilan. Toshkentda ham Malayziyada ham Agrobank bor ekan. Biznikiga o'xshagan. Binoning ikkinchi qavatida biz. Mana go'zallik. Malayziya. Juda chiroyli. Opalar hijobni kiyib olib. Odamlar 100 millionta. Eng asosiy bino. Yo'q, hamma ham, lekin baribir bu o'zgacha. Soat 7:30 dan boshlab soat uzog'i 10 gacha mana yerda fontanni shou bo'ladi. Xudona Dubayga o'xshatib. Hozir soat 11 bo'ldi. Bu targ'ib sentrlar ham yopiq, odam kam. Bu tarafga o'tish qiyin уже. Go'zal. Chiroyli. Oshona eng gavharlardan biri deyishadi. Malayziya aeroporti ikkinchi terminal. Shu bilan Malayziyaga bo'lgan safarimiz tugab, yangi bir davlat Singapurga xudo xohlasa.